Urg'oqdiki o. Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. O. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misol o'q. O'ning ayrim shakli. Misol do'ppa. O'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol toz. O'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol radio. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Do'ppa. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Toz. O harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Radio. O harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ayishib o'qinglar. On, ot, ton, o, ra, ora, no, ta, nota, o, ta, ota. İki oğlaq. Bar iken, yo'q iken. Burunqi zamanda iki oğlaq bo'lgan ekan. Ular bir joyda tug'ilib, sakrab, taxlab, iniq yashaydi ekan. Bir kuni ikkisi tuyuqsiz inchik taxti ko'rikda bir-biriga duch kelib qopdi. Qara oğlaq oq oğlaqqa "Menga yo'l ber" debdi. Oq oğlaq "Yo'q, sen bana yol ber" debdi. Şunun bilan ikkisi bir-biriga zadil yol bermay üstüşüptü. Taqışıp, oxiri her ikkisi suvga tikmollaq tushibdi.